Sizning ham iPhone'ingiz biron marta bo'lsa ham shunaqa holatga tushgan. Ya'ni ikki o'nkalar katta bo'lib qolgan, nima qilishni bilmagansiz. Bunday holatda telefonni perzagruzka berib yuborish kerak. Xo'p, birinchi perzagruzka berishni o'rganamiz. Keyin telefoningiz qatib qolgan holatda yoki ishlamay qolgan holatda ham perzagruzka berib yuborsangiz bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda biz ovoz balandlatadigan knopkani bir marta ezamiz va pasaytiradiganini ham bir marta ezib va o'chiradigan knopkani ezib turamiz va kutamiz. Telefon o'ziga perzagruzka berib yuboradi. Bunun hech qanaqa zarari ham yo'q. Ustiga olib borsangiz, olib borishning ham hojati yo'q. Shunchaki uy sharoitida o'z perzagruzka qilib olasiz va kutamiz mana. Shu olmani rasmi yonib turguncha knopkani qo'yib olmaymiz. Va bizda hozir telefonimiz yonadi, o'z holiga qaytadi. Xo'p, mana telefonimiz o'z holiga qaytdi. Endi anavi ikonga katta bo'lib qolishini ham ko'rib chiqamiz bugun mana. Masalan, ustiga 3 marta desangiz mana kattayib qoladi. Ya'ni ustiga 3 marta desangiz o'z holiga qaytadi. Mana qaytdi. Buni endi o'chirib qo'yish mumkin nastroykadan. Nastroykaga kiramiz va universalniy dostupga kirib uycheniyani o'chirib qo'yamiz va bo'ldi. Umuman ishlamaydi mana. Bo'ldi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling.